Demografik ko'rsatkichlar o'sgani, ya'ni aholi sonining oshib borishi bilan odamlarning tibbiyot muassasalari, maktablar yoki boshqa obyektlarga ehtiyoji, ya'ni masalan uy-joylarga bo'lgan talabi yanada kuchayadi. Mana siz ko'rib turgan ko'p qavatli imoratning maketi 16 qavatdan iborat. Bu yerda yashil hududlarning kelgusida bo'lishi haqidagi tasavvur uyg'otadigan maket yaratilgan va bu kelgusida amalga oshiriladigan haqiqiy loyiha hisoblanadi. Bolalarning o'ynashi, miriqib hordiq chiqarishi uchun maxsus o'yingohlarning bo'lishi haqida ham mana ma'lumotlar berilyapti. Qashqadaryo viloyatining aholisi bundan 2 yil oldin 3,5 million nafarga yetgan edi. Bugungi kunga kelib 4 millionga yaqinlashdi. Demakki, uy-joylarga bo'lgan talab oshyapti. Birgina Qarshi shahrida 2026-yilda 80 ta mana shunday ko'p qavatli imoratlarning bunyod etilishi, 3000 dan ziyod xonadonlar bo'lishi va minglab aholi vakillarining uy-joyga bo'lgan talablarini qondirish maqsad qilingan. Chindan ham so'nggi yillarda Qashqadaryo viloyatida aholini arzon va sifatli uy-joylar bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Agar 2016-yilga qadar viloyatda 61 ta ko'p qavatli uy qurilib, 2639 ta xonadon foydalanishga topshirilgan bo'lsa, 2017-2025 yillar davomida bu ko'rsatkich keskin oshib, 488 ta ko'p qavatli uyda 21 mingdan ortiq xonadon qurilgan. O'tgan 2025-yilda esa yana 176 ta ko'p qavatli uylar qurilib foydalanishga topshirilgan. Hozir men joy oddiygina qurilish maydoni emas. Bu sizu menga o'xshagan odamlarning ertangi umidlari qadr ostlayotgan maskan hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda qurilish jarayonlari jadal sur'atlarda davom etyapti. Devorlar ko'tarilyapti, tom qismi hademay yopiladi, muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlari tortilyapti va tez orada odamlar o'zlarining shaxsiy uy-joylariga ega bo'lishadi va bu hodisani intiqlik bilan orzu qilib kutayotganlar bor. Va shu nuqtada turib bir narsani yurakdan anglash mumkin. Bu islohotlar yurtimizda uy-joy qurilishi sohasida olib borilayotgan ulkan islohotlarning namunasidir. Mazkur ko'p qavatli turar joy majmuasi ham Tabassum mahallasida bunyod etilmoqda. Qurilish ishlariga mahalliy investitsiya mablag'lari yo'naltirilgan. Biz hozirgi kunda Qarshi shahri Tabassum mahallasida umumiy 4 ta blokdan iborat 9 qavatli turar joy majmuasini quryapmiz. Bu majmuamiz o'z ichiga 160 ta xonadonni oladi. Loyihamiz zamonaviy, modern uslubida qurilyapti. Fasad qismi uchun biz Rossiyaning bir ayr zavoddan fasad uchun mo'ljallangan g'ishtlarni olib kelganmiz. Loyihamizda juda ham ko'p qulayliklar mavjud. Zamonaviy kirish qismlari 100 metr kvadratdan ortiq maxsus lobbilar joylashtirganmiz. Oxirgi qurib topshirgan loyihalarimiz bu Qarshi tumani Katmahal fuqarolar yig'inida 12 ta yangi tipdagi kottej qurib topshirdik. Hozir fuqarolarimiz kirib yashashyapti. Qarshi shahrini urbanizatsiya jarayoni tezlashganligi sababli biz ham o'z hissamizni qo'shish maqsadida zamonaviy loyihalarni qurishni rejalashtirganmiz. Ushbu majmuamiz ham eng zamonaviy binolar qatoriga kiradi va bu hozirgi kunda Qarshi shahrida qurilayotgan ilk biznes toifasidagi turar joy majmuasi hisoblanadi. Uylar ekonom, komfort, biznes va premium toifalarga bo'linadi. Bizning uyimiz hozirgi kunda biznes toifasidagi hisoblanadi. Loyihani biznes toifasi deb aytishimizning sababi fasad qismi bu tabiiy g'ishtdan foydalanilgan. Loyihalarimiz nafaqat yashash uchun, balki investitsiya uchun ham juda ham jozibali hisoblanadi. Loyihamizning umumiy qiymati 60 milliarddan ortiq. Buni mahalliy investitsiya sifatida jalb qilganmiz. Hozirgi kunda biz 300 dan ortiq mavsumiy ishchilarni ish bilan ta'minlaganmiz. Doimiy 50 dan ortiq ishchilar ish bilan ta'minlangan. O'z ishining mutaxassislarini jalb qilganmiz. Tajribali muhandislar, ishchi ustalar bilan birgalikda loyihamizni qurilish jarayonlarini olib boryapmiz. Hozirgi kunda ustoz shogird analari ham yo'lga qo'yilgan. Tajribali mutaxassislar bilan birgalikda yangi sohaga kirib keladigan yoshlarni sohaga qiziqtirish, ularni tajribalarini oshirish yo'lida hamkorlik o'rnatganmiz. Prezidentimizning tashabbuslari bilan hududlarni kompleks rivojlantirish, urban muhitni yaxshilash va investitsiyalarni jalb qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bizning korxonamiz ham ushbu tashabbuslaridan ilhomlanib, hozirgi kunda loyihamizga 60 milliarddan ortiq mahalliy investitsiya jalb qilganmiz. Barcha sohalar singari qurilish sohasiga ham prezidentimiz tomonidan katta e'tibor qaratilyapti. Chet davlatdan olib keladigan mahsulotlarimizni ham yashil koridor orqali hech qanday qiyinchiliklarsiz o'z mahsulotlarimizni olib kelib, qurilish obyektlarimizda foydalanamiz. Misol uchun, qurilish mahsulotlarini olib kelyapmiz. Bojxona tizimida bo'ladigan islohotlardan biz juda ham xursandmiz. Hech qanaqa qiyinchiliklarga uchramadik. Holimizga qulaylik yaratish maqsadida uylarni
foizsiz muddatli to'lov asosida sotib kelyapmiz. Narxlar bozor talabiga mos, lekin asosiy ustuvorlik bizning korxonamizda sifatga qaratilgan. Uzoq muddatli sifatga ishlaymiz. Binoyimizni vizual ko'rinishi, dam olish zonalari va elektromobillar uchun maxsus zaryadlash stansiyalari o'rnatganmiz. Kirish qismi, lobbisi, ya'ni 100 metr kvadrat ortiq joy ajratganmiz, 1 tonnalik liftlar o'rnatamiz va jajji bolajonlarning maxsus transportlari uchun maxsus xonalar ajratganmiz. Ko'rib turganingizdek, tepada maxsus terrasalar joylashtirganmiz. Bugun zamonaviy texnologiyalar hayotimizga tobora chuqurroq kirib kelyapti. Endi uylarni faqat yashash joyi emas, balki xavfsizlik, qulaylik va energiya tejamkorlikni ta'minlaydigan aqlli makon sifatida ham tasavvur qilish mumkin. Viloyat markazida aynan ana shunday uylarni qurishga e'tibor kuchaygan. Hozir zamonaviy tilda smart uylar deyiladi, ya'ni aqlli uylardan foydalanganmiz. Yangi tizimni sozlashda omad tilayman. Panoramalik oynalari, Italiya brendiga mansub ochgichlardan foydalanamiz. Xonadonlarga kirib kelish eshiklarimizni mana shunaqa aqlli ruchkalardan foydalanganmiz. Yashovchilar uchun xavfsiz eshiklar hisoblanadi. Barmoq izlaridan foydalanib ochiladi. Bu sizga yuqorida aytib o'tgan o'sha Rossiyaning Brayer zavodidan olib kelgan maxsus klinkerning g'ishtlarimiz tabiiy olovda pishish natijasida mana shu rangga kiradi. Bu g'ishtlarga maxsus ikkita kameradan iborat. Bu uylarimizni yana ham energiya tejamkorligini oshiradi. Tashqi ko'rinishni ham 300 yil, 400 yil davomida rangini yo'qotmasdan saqlab qoladi. Asosan tabiiy mahsulotlardan foydalanadi. Lekin bu xaridorlarning olmoqchi bo'lgan uyini tan narxiga ta'sir qilmaydimi? Qurilishdagi har bir xarajat binoning tan narxiga ta'sir qiladi. Fuqarolarimizni to'lov qobiliyatidan kelib chiqib narxlarni belgilaganmiz. Viloyatimizda, shahrimizda, qolaversa respublikamizda eng chiroyli uylarni quramiz, eng sifatli uylarni quramiz deb maqsad qilganmiz. Maqsadimiz sari ketyapmiz. Ushbu quradigan majmuamiz ham shahrimizdagi eng noodatiy arxitektura binolar qatoriga qo'shilishida umid qilamiz. Eng sifatli santexnika va elektrika mahsulotlaridan ham foydalanamiz. Ushbu stendimiz namuna sifatida qo'yilgan. Misol uchun eng sifatli PPH santexnika mahsulotlari 90 gradus issiqlikda ham bardosh bera oladigan, uzoq yil xizmat qiladigan mahsulot hisoblanadi. Zamon talabi har bir quruvchi o'z uyini qurayotganida albatta o'z sifat nazoratidan o'tadi. Qurilayotgan uylarning seysmik holati, umuman olganda metall konstruksiya mahsulotlari haqida ham ma'lumotlar bersangiz. Binoyimizni metall konstruksiyasini maketini yasab qo'yganmiz. Bu mijozlarimizga biz qanaqa mahsulotlar ishlatganimizni ko'proq sezdirish uchun qilganmiz. Misol uchun konstruksiyamiz kolonna deyiladi. Kolonnalarimizni biz 28 diametrdagi armaturadan 12 dona foydalanganmiz. Fundament qismi bu yerda monolit ko'rinishda 1 metr balandlikda karkas to'qilib, to'liq beton qo'yilgan. Birgina ikkita blokimizning o'zida 600 tonnadan ortiq armatura va metall mahsulotlaridan foydalanganmiz. Poydevor qismini piroga hisoblanadi. Tuproqdan keyin GPS va uni zichlashtirishlarni olib borganmiz. Betonka uni izolyatsiya qilganmiz. Uylarimizni balandligi ko'rib turganingizdek 330. O'sha biznes klass uylarda talab etiladigan balandlik hisoblanadi. Chet davlatlarga chiqqanimizda chiroyli uylarni ko'rib ruhlanganmiz. O'zimizda ham shunday uylarni qurishni maqsad qilib qo'yganmiz. Biz hozir ko'rib turganingizdek binoyimizni 9-qavatda turibmiz. Qurilishlarimizni pardozlashlari boshlanyapti. Albatta bunday qurilishlarni, bunaqa tadbirkorlik ishlarini qilishda qulay tadbirkorlik muhitini yaratib berayotgan prezidentimizga rahmat aytamiz va kelgusida bundan ham chiroyli binolarni qurishga harakat qilamiz. Yana bir jihati, bu uylar shunchaki turar joy emas. Ularning atrofida bolalar uchun zamonaviy o'yin maydonchalari, yashil hududlar, dam olish maskanlari ham barpo etilyapti. Masalan, Qarshi shahrining Gumgon mahallasida qad rostlayotgan yangi uylarning 1-qavatida 3,5 ming kvadrat metr maydonni egallagan zamonaviy o'yingoh barpo etildi. Loyihalarga mahalliy tadbirkorlar ham faol jalb etilmoqda. Davlatimizdan kredit asosida olib boshlaganmiz. Hamma minnatdorda. Buni bir nechta sabablari bor. Yaratgan muhit, tozalik, ozodalik, bolajonlarga yaratilgan shart-sharoitlar va kattalar uchun ham yaratilgan shart-sharoitlar xalqimizni quvontiryapti deb o'ylayman. 3 yoshgacha bo'lgan jajji bolajonlar uchun qumli zonamiz bor, batut zonalarimiz bor. Bir nechta o'yin avtomatlari qo'yganmiz. Har bir o'yin avtomatidan bir kun davomida bir martadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Juda manzur kelyapti xalqimizga. 6-7 yoshgacha bo'lgan bolajonlarga yashil braslet beryapmiz. Narxi 100 ming so'm. 100 ming so'mga 150 ta o'yin avtomati qo'yilgan. Suvda istagancha bindirib qo'yamiz va aylanib yuraveradi. Biz buni hech kim hisoblamaydi. Qo'shimcha xizmat lekin tekin. Qo'shimcha xizmat tekin. Bunga o'xshagan yana 4 ta zonamiz bor. Jami bolajonlarga 5 ta o'yin zonamiz bor. Iqlimni mo'tadillashtirib turadigan uskunalar o'rnatilgan. Oxirgi
texnologiya stimulyator tagi bilan qimirlaydi, odamga o'sha yoqimli adrenalinni bera oladigan o'yin avtomatlari. AQSh, Angliya, Yaponiya va Xitoy davlatlaridan uskunalarni olib keltirganmiz. Prezidentimizga rahmat, imkoniyat yaratib beryaptilar. Tadbirkorlikni mana shu qo'llab-quvvatlab, soliq imtiyozlari davlat tomonidan bizga juda yengillashtirildi. Logistika xizmatlari bor. Mana masalan, mayli bir oiladan soatlab, o'ynab, o'yin avtomatlarimizdan foydalanib, mazza qilib, dam olib, hordiq chiqarib, xursand bo'lib chiqib ketishyapti. Arzigan bergan pulimizga deb. Bir masalan, Qashqadaryodan Toshkentga borib kelishda tasavvur qilib ko'ring. Qancha mashaqqat, transport xarajati, mehmonxonada yashashadi, baribir qimmatga aylanadi. Bir oilani olib borib xursand qilib qaytish. Yana bizda shunday qulayliklar bor. Yarmida restoran joylashgan, milliy taomlar. Ko'p qavatli imoratning 2-qavatida joylashganmiz. Shahar aholisi gavjum, 400-500 odam tashrif buyuryapti. Bir kelganlarni qayta-qayta, 3-4 marta qayta-qayta kelishganlarni ko'ryapman. Xursand bo'lib, xohlashyapti. Men o'zim kitobdanman. Aylantirishga kelganman. Abdumannon bilan Sultonmurod nabiram bor. Har hafta har xil o'yingohga olib boraman. Bugun bunisiga kelganim. Birinchi marotaba kelishim, lekin yana bundan keyin ham yana olib kelaveraman. Sharoitlari qanday? Sharoitlari zo'r ekan. Mana bolalarim mazza qilib xursand bo'lib o'ynayapti. Yotib ham o'ynayveramiz, onajon deyapti. Narxlar qanaqa ekan? Istirohat bog'iga borganimizga har bir moshinchaga mindirsak 5 mingdan 10 ming ketaveradi. Unisi moshinchaga mindirsak ham xuddi shunday. Bunga jami summani to'ladik, mana o'ynayapmiz. Soati ham belgilanmagan. Berganman narsa yopiq joyda hamda o'ynashga xavfli emas. Bemalolmanda mana men kuzatib tura olaman o'tirib. Ishchilar ham o'zi o'ynatib, bolalar bilan ular o'zi shug'ullanishyapti-da. Yomg'irli kunda ham mana bemalol bitta ko'ylak bilan mana o'ynayapti bolalarim. Shunday sharoitlar qilib qo'ygan prezidentimizga albatta rahmat aytamiz. Shukr qilishimiz kerak. Hamma narsa shukrga bog'liq. Bolalar xursand bo'lsa, biz ham xursand-da, o'ylay. Yaratilayotgan sharoitlar bilan birga mavjud ko'p qavatli uylarni ta'mirlash ishlari ham izchil davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra 2017-2025 yillarda 105 milliard so'mdan ortiq mablag' hisobidan 122 ta uyning tom qismi, 1276 ta kirish yo'laklari, 675 ta uyning fasadi, irrigatsiya tarmoqlari ta'mirlandi. Natijada 1472 ta ko'p kvartirali uyda istiqomat qiluvchi 101 mingdan ortiq aholining turmush sharoiti yanada yaxshilanishiga erishildi. Qarshi nafaqat uy-joylar, balki zamonaviy mehmonxonalar, savdo majmualari bilan ham yangicha qiyofa kasb etib boryapti. Misol uchun, shaharning qoq markazida oilaviy mehmon uylarining soni oshdi. Mazkur mehmonxonalar xuddi yashash uylari kabi barcha imkoniyat va sharoitlarga ega. Ayni daqiqalarda bizda bor mehmonlarimiz, koreyalik mehmonlarimiz, ular juda ham xushmuomala. Balki bilmadim, biz ham ularga yaxshi xizmat ko'rsatayotganimiz uchunmi o'zimizni tilimizda ba'zi so'zlarni ham yodlab olishgan. Har ko'rganlarida qo'llarini ko'ksilariga qo'yib assalomu alaykum deb o'tishadi. Bizlar bilan iloji boricha samimiy kulib gaplashishga harakat qilishadi. Ko'pchilik mehmonlarimiz to'g'ri boshqa millat vakili bo'lishi mumkin, umuman boshqa tillarda gaplashadigan bo'lishi mumkin. Indoneziyalik, Shri-lankalik mehmonlarimiz ham bor. Doim yuzimizda tabassum bilan mehmonlarni kutib olamiz. Bizda har bitta, hatto oddiygina standart xonalarimizda ham o'ziga oshxonasi bor, alohida mehmonxonasi bor, chiroyli mehmonxonalari bor. Sharoitlar qilingan, har bitta xonani mana standart, deluxe, lyuks xonalarimiz hammasini mana shunaqa oshxonasi, alohida mehmonxonasi, yotoqxonalari va kelgusi yilda mana birinchi qavatimiz hali bo'sh turibdi. U joyni restoran qilish niyatida bo'lib turibmiz. Shirina Mallayeva asli oliygohning ingliz filologiyasi yo'nalishini tamomlagan. O'qishni bitirgach mehnat bozorida munosib o'ringa ega bo'lish orzusi edi. Hozirda mehmonxona servisi yo'nalishida faoliyat yuritayotganidan mamnun. Bu narsalarning hammasi o'zidan o'zi bo'lib qolmagan, hamma narsani o'zini pasti balandi bo'ladi. Davlatimiz rahbari, prezidentimiz tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar, hamma joyda ham bunaqa shart-sharoit, ayniqsa xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar bu darajada emas. Prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holatda ish topishim uncha qiyin bo'lmadi. Hamma narsa imkoniyatlardan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Mana o'zim yosh bo'lishimga qaramay, mana shuncha qulay sharoitlarda ishlab boshlayapman. Shu joyda ishlayotganimda ota-onam ham xursand bo'lishadi. Yaqinda Turkiyaga safarimiz bor. Mehmonxona bo'yicha mana chet elda mehmonxonalarni o'rganamiz, qanaqa tipda mehmonlarga qanaqa sharoitlar yaratib berishmoqda, qanaqa yangiliklar bor, ularni o'rganib, o'zimizning mehmonxonamizga ham tatbiq qilmoqchimiz. Bir so'z bilan aytganda, Qashqadaryo tobora zamonaviylashib borayotgan hududga aylanmoqda. Yangi uylar, yangi muhit, yangi ish o'rinlari, yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Qashqadaryo viloyatining kompleks rivojlantirish bo'yicha Qarshi shahar bosh ma'muriy markazi hisoblanadi. Bu yerda infratuzilma,
ta'lim, tibbiyot markazlari, shuningdek logistika, bundan tashqari moliya, elektron savdo rivojlanib boryapti. Baribir bu esa ma'lum bir shart-sharoitlar ta'minlashini taqozo qiladi. Qurilayotgan ko'p qavatli uylar, yo'llar, ko'priklar, yangi ijtimoiy soha obyektlari, shuningdek maktab, bog'chalar qurilayotgan mana shular yaqqol namunasi deb bilamiz. Buning uchun demak, ko'p tomonlama, ko'p vektorli harakatlar qilinadi. Zamon talabi, aholi ko'payayotgan bir paytda ko'p qavatli uylarga bo'lgan ehtiyoj seziladi. Birgina Qarshi shahrimiz o'zida bir nechta davlat universitetlari, oliygohlari, shuningdek xususiy oliy ta'lim muassasalari, bir nechta bog'cha, maktablar, tibbiyot komplekslari, sanoat korxonalari parallel rivojlanyapti. Bu esa o'sha shahrimizni yanada iqtisodiy jihatdan potensialga erishishida, ularning aholisini turmush darajasini oshirishda, bandligini ta'minlashda va asosiysi aholi ertangi kunga bo'lgan ishonchini orttirishga xizmat qiladi. Qisqasi, viloyatda qurilayotgan har bir uy, obyektlar bu insonlar uchun yaratilayotgan sharoit, oilalar uchun barqaror kelajak va Qashqadaryoning ertangi qiyofasiga aylanyapti.